Har bir mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotida aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash katta ahamiyatga ega. Elektr energiyasi zamonaviy hayotning ajralmas qismi bo'lib, sanoat, ta'lim, tibbiyot va maishiy sohalarning samarali faoliyati uchun asosiy omil hisoblanadi. Shu bois keyingi yillarda aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash joiz, mavjud elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish, yangi elektr stansiyalarini qurish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali energiya ishlab chiqarish hajmini birmuncha oshirish mumkin. Shu bilan birga, energiyadan tejamkorlik bilan foydalanishni keng targ'ib qilish orqali elektr tarmoqlaridagi yuklamani kamaytirish imkoniyati mavjud. Hozirgi kunda iste'molchilarni uzluksiz elektr energiyasiga bo'lgan talabini qanoatlantirish va ta'minlash maqsadida yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Quvvatlarni avtomatlashtirish va raqamlashtirish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Bu esa kelib chiqishi mumkin bo'lgan holatlarni bartaraf etish va xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshiradi. Navoiy shahri mamlakatimizning iqtisodiy va sanoat salohiyati yuqori bo'lgan hududlaridan biri hisoblanadi. Shahardagi sanoat korxonalari, infratuzilma obyektlari va aholi punktlarining barqaror faoliyati uchun uzluksiz elektr energiyasi ta'minoti juda muhim ahamiyatga ega. Navoiy viloyati iqlimi quyosh energiyasidan samarali foydalanish uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lgani bois, shaharda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, quyosh va shamol elektr stansiyalari qurish orqali elektr ta'minotini yanada barqaror maqsad qilingan. Bugungi kungacha 20,8 megavatli quyosh panellari o'rnatildi. Tadbirkorlik subyektlarida 271 ta tadbirkorlik subyektida 12 megavatli quyosh panellari o'rnatib ishga tushirilib, bugungi kunda ishlatilyapti. Aholi xonadonlarida esa 1 megavatli quyosh panellari o'rnatildi. Hamma tadbirkorlarimiz o'rnatib boryapti. Aholi xonadonlari ham qiziqish ortib boryapti kundan kunga. Quyosh panellarini o'rnatayotganlar soni kundan kunga ortib, hamma mana shu 5 kilovat, 10 kilovatdan foydasini sezib o'rnatyapti. Bugungi kunda aholi xonadonlariga iste'moldan ortgan kilovatiga, elektr energiyaga 1 kilovatiga 1000 so'mdan pul to'lab borilyapti. Tadbirkorlik subyektlarida esa 1 kilovati ikkinchi tarif 80%, 720 so'mdan o'z iste'moldan ortgan elektr energiya uchun 720 so'mdan pul to'lab berilyapti. Aholidan o'tgan yilga nisbatan solishtirganda bir 50% ga ortgan o'rnatayotganlar soni. Tadbirkorlik ham shunday, kundan kunga o'rnatayotganlar soni ortib boryapti. Hamma qiziqish, kelib tushunmagan joylarni so'rab, o'sha hamma maslahatlarni olib o'rnatyapti tadbirkorlar. Chunki mana o'z foydasini sezyapti-da, hamma aholi xonadonlari ham o'rnatsa mana 5 kilovat, 10 kilovat aholi xonadonlari 50 kilovatgacha xonadonlar o'rnatyapti. Tadbirkorlik subyektlarida mana katta subyektlarda 200 kilovat, 100 kilovat, 400 kilovatgacha o'rnatilyapti-da. Aholi xonadonlariga qulay bo'lishi uchun bank tarafidan 19,5% dan kredit mablag'lari ajratilyapti. Tadbirkorlik subyektlarida 20,5% dan kredit tadbirkorlik subyektiga aholiga qulay sharoit yaratilyapti. Bugungi kunda o'rnatgan aholi xonadonlari yana mana 5 kilovat o'rnatganlar yana qo'shimcha 5 kilovat o'rnatyapti. Tadbirkorlik subyektlari mana 20 kilovat, 30 kilovat o'rnatganlar yana qo'shimcha ustiga 20 kilovatdan 10 kilovat o'rnatib, yana o'sha o'zini iste'molini o'zi quyosh panelidan qoplab boryapti. Ma'lumot o'rnida Navoiy shahar hududida bugungi kunga qadar jami 20,8 megavat quyosh panellari o'rnatilib ishga tushirilgan. Shundan 143 ta ijtimoiy soha obyektlari, 271 ta tadbirkorlik subyektlari, 158 ta aholi xonadonlari va 20 ta ko'p qavatli uylar shular jumlasidan. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan 2023-yil 57-qaroriga asosan quyosh panellarini o'rnatish joriy qilingan. Navoiy viloyatining ham juda ko'p korxona tashkilotlariga quyosh panellari, ya'ni muqobil elektr energiya foydalanish uchun o'rnatildi. 2023-yillardan beri mana quyosh panelini ishlatib, bugungi kunda Navoiy shahariga o'rnatilgan mana 70 kilovatlik quyosh panelini o'rnatgandik. Oylik daromadimiz o'zimizning iqtisodiyotimizga yetyapti. Ya'ni bir oyga ishlatadigan elektr energiyani shu oyda hisoblaydigan bo'lsak, elektr hisobotida biz 9,700,000 sof foyda qildik. Bu degani 10,000 kilovat elektr energiyani tejash degani. 319-Vazirlar Mahkamasining qarorida kiritilgan elektr energiyani tejamkorlik yo'llarini qilish. Chunki bugungi kunda bizda ko'ryapsiz, energiyaga juda muhtoj bo'lyapti. Ayniqsa talab qishki kunlariga elektr energiya yetishmaydi. Biz mana foydalanayotgan quyosh panellaridan bemalol foydalansa bo'ladi. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, quyosh panellarini aholiga ham kimda-kim agarda o'rnatmoqchi bo'lsa, faqatgina biladigan mutaxassislarga uchrashini tavsiya etardim. Mana shu 70 kilovatdan tashqari biz 50 kilovatlik qo'shimcha ravishda yana quyosh panellari o'rnatdik. Nasib qilsa mana bir kun, 2 kun ichida buni ham ishga tushirmoqchimiz. Buni afzallik tomonlari qarang.
Hozirgi kunda elektr energiyasi yuridik tashkilotlar oladigan bo'lsa 1 kilovatini 900 so'mdan oladigan bo'lsa, ya'ni bir oyga ishlatadigan elektr energiya gohi joylarda bo'ladi 100 ming, 200 ming kilovatgacha. Ana shuning teng yarmini desak, aniq aytadigan bo'lsak, biz quyosh panellaridan olamiz. Biz o'zimizga iqtisodiyot juda ham ajratayotgan tomoni sabablarini ko'ryapmiz-ku, kunduz kuni foydalanamiz to'liq quyosh panellaridan. Hisobot qilgan paytimiz aniq ravshan ko'rinib turibdi bu. Shu o'rinda aytish joizki, aholi va tadbirkorlar o'rtasida energiya tejamkor uskunalardan foydalanish, elektr energiyasini oqilona sarflash madaniyatini oshirish bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot ishlari olib borilyapti. Hududdagi Xonjarbog' mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilayotgan fuqarolar xonadonlariga quyosh panellarining o'rnatilishi fikrimizga asosdir. 30 yillik tadbirkorman. Foydalarini bilib, buni Xitoy davlatidan olib kelib, 3-4 yil bo'yi ishxonamga o'rnatganman, avtoservisimga o'rnatib, uni foydasini bilib, keyin mana hozir aholiga ham o'rnatib beryapmiz. 2 yildan oshdi, 2,5 yil bo'yi uyimga 10 kilovat o'rnatganman. Daromadi juda ham yaxshi. Svetim mana bepul. Xudo xohlasa mana kuzga qarab ko'proq o'rnatib, gazni ham shunga ulamoqchiman. Yuqorida ta'kidlanganidek, elektr energiyasi aholining hayotiy faoliyati uchun muhim resurs hisoblanadi. Uni barqaror va uzluksiz ta'minlash iqtisodiy taraqqiyot hamda aholining turmush darajasini oshirishda katta ahamiyatga ega. Navoiy shahar hududida joylashgan Tinchlik mahallasida ayni paytda 2554 nafar aholi istiqomat qiladi. Fuqarolarga elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida elektr uzatish tarmoqlarini joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda yangi liniya, ya'ni havo uzatish tarmog'i bilan ta'minlanmoqda. Bundan tashqari bizlarga rejamizda yana 2 ta har xil quvvatdagi transformator o'rnatish rejamizga kiritilgan. Hozirgi paytda mana bu ish jarayonlari ketmoqda. Oldin yog'och stolbalar bor edi. Hozir o'sha yog'och stolbalarning o'rniga temir beton tayanchlari o'rnatilmoqda. Bundan maqsad elektr energiyani sifatli yetkazib berish maqsadimizga aylangan. Xulosa qilib aytganda, Navoiy shahar aholisini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar kelgusida shaharning iqtisodiy o'sishi, fuqarolarning hayot darajasi va umumiy farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.